هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Neml tefsiri 63. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvendi dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Neml suresi 63. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Quruqliqning ve dengizning qarong'uliqlarida sizlarga yo'l ko'rsatib beradigan rahmatidan, ya'ni yomg'ir yog'dirib berishdan ilgari shamollarni bishorat qilib avatadigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Alloh ularning shirik keltirgan narsalardan pokdir. Osmon va zaminda Alloh yaratgan sizlarga yo'l ko'rsatib beradigan kim? Yo'llarga belgilarni qildi. Ular kechasi quruqliqda va dengizlarda yulduzlar bilan yo'l topadi. Quruqliq va dengizning qorong'uliqlarida, ya'ni kechilik yo'l yurganinglarda yo'l tepishinglar uchun Alloh sizlarga yulduzlarni yaratib berdi. Allohning ulug'ligini biladigan qavm uchun Allohning qudratining dalillarini haqiqatan ochiq bayon qildik. Rahmatidan, ya'ni yomg'ir yog'dirib berishdan ilgari shamollarni bishorat qilib avatadigan, ya'ni yomg'irdan umid uzgan, qurg'oqchilik va qiyinchilikda qolgan bandalarga Allah Teala yağmur yağdırıp beriş için yağmur yağdırılgan bulutның aldıda Allah'tan başka ilah var mı? Hiç ilah yoktur. Allah ulanın şirk keltirgen nesillerden paktır. İnsanni dastlabda xalq etgan, ondan uni terildirdigan kim? Sizlarga osmondan va zamindan rizq beradigan kim? Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Aytqinki, agar da'voyinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar. Bu oyatda Allah Teala öz kudreti ve hükümranlığı bilenla insanni dastlabda yo'qlikdan barliqqa keltirdiganligidan, ondan uni terildirdiganligidan xabar berdi. Bu vaqtda Allah Teala mundaq deydi: Rabbingning jazosi shak shubhisiz qattiqdir. Allah xaloyiqni haqiqatan yo'qdan bar qildi. Yani ölgenden keyin ularni terildirdi. Mahluqatni dastlabda yo'qdan bar qildigan, ondan uni ölgenden keyin terildiradigan Allah ana shudir. U, yani mahluqatni terildirish Allohga uni dastlabda yo'qdan baqiganga qaraganda o'ng'aydir. Sizlarga osmondan va zamindan rizq beradigan kim? Yani osmondan tushirib bergan yomg'ir bilan zimin berkatlaridan undirib bergan o'simliklar bilan bu haqda Allah Teala mundaq deydi: Yomg'irlik bulut bilan qasamki, yerilib giyolarni undirib beradigan zimin bilan qasamki, Allah ziminning qo'yniga kirib ketadigan, ya'ni yomg'ir, qon va o'liklarga o'xshash narsalarni zimindan chiqadigan
o'simlik, buloq va quduqlarning suvlari qatorliq narsalarni osmondan tushadigan farishta, yomg'ir, ajal, rizq qatorliq narsalarni osmonga o'rlaydigan yaxshi amallar, maqbul duolar qatorliq narsalarni bilib turdi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Demek Allah Teala osmondan bereketlik suvni yağdırıp zimindeki su manbalariga aqtirdi. Ondan o su bilan zimindan ziroatlar, meyvelik daraxtlar, güzel çiçeklar ve onundan başka her xil rangdaki narsalarni o'stirdi. Ulardan yanglar ve mal chorvalaringlarni beqinglar. Onunda aql egalari uchun Allohning borligi va birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: Allohdan boshqa iloh bormi? Hech iloh yo'qdir. Aytqinki, agar da'voyinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar. Boshqa ilohlarga ibodat qilishdan iborat da'voyinglarning to'g'riligiga agar da'voyinglarda rostchil bo'ladigan bo'lsanglar, haqiqatan ularning hujjat va faktning yo'qligi oshkor bo'ldi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: kimiki har qanday dalil bo'lmagan holda Allohga qo'shib yana bir ma'budga ibodat qiladi ekan, Robbining dargohida hisob berdi. Kofirlar haqiqatan nijot topmaydi. Allohdan bilak osmonlardagi va zimindagilar g'aybni bilmaydi. Ular, ya'ni xaloyiq, qachon terildiganliklarini bilmaydi. Ularning oxirat to'g'risidagi ilmi pishib yetildimi? Undaq emas. Ular oxirat to'g'riliq gumondadir. Ular oxirat to'g'riliq ko'rdir. G'aybni faqat Allohningla biladiganlik to'g'risida. Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni jami insonga osmonlar va zimin ahlidan hech bir kishining g'aybni bilmaydiganligini, faqat Allohningla biladiganligini o'rgatishga buyurib mundaq dedi: Allohdan bilak osmonlardagi va zimindagilar g'aybni bilmaydi. Ya'ni g'aybni Allohdan bilak hech kim bilmaydi. Haqiqatan hech shirki yo'q yolg'iz Alloh g'aybni faqat o'zila bilguchidir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: g'aybning xazinalari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Alloh biladi. Quruqliqdagi dengizdagi narsalarning hammasini Alloh biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan birasimi yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi birer dona uruq bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsa bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, lavhul mahfuzda yozig'liqdir. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Alloh yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'dirdi. Bachchidanliklarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamtukmi, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh bildi. Hech odam ati nimalarni qildiganligini, ya'ni uning nima ish bo'ladiganligini, yaxshi yomon ishlardan nimalarni qiladiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ladiganligini bilmaydi. Allah haqiqatan bütün ishlarni bilib turg'uchidir. Sheylarning ichki va tashqi taraflaridan to'liq xabardardir. Bu to'g'riliq kelgan oyatlar ko'pdir. Ular, ya'ni xaloyiq, qachon terildiganliklarini bilmaydi. Ya'ni osmonlar va zimindagi turg'uchi mahluqotlar qiyomatning bo'ladigan vaqtini bilmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam,
Ular senden qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Aytqinki, uning qachon bo'ladiganligini faqat Rabbim Alloh biladi. Uni faqat o'z belgilagan vaqtda maydonga chiqirdi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga ig'ir vaqadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Ya'ni qiyomatning vaqtini bilish osmonlar va zamin ahliga ig'ir keladi. Alloh taolo mundaq deydi: ularning oxirat to'g'risidagi ilmi pishib yetildimi? Undaq emas. Ya'ni ularning ilmi qiyomatning vaqtini bilishdan ojiz keldi. Yoki uning vaqtini bilishdan ularning ilmi ojiz kelishda tanglashib qoldi. İmam Muslim bu vaqtda mundaq rivoyat qiladi. Jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomdan qiyomatning vaqti to'g'risida so'raganda, payg'ambar alayhissalom uningga qiyomatning vaqtidan so'rag'uchidan bilimlikroq emas dedi. Ya'ni so'ralg'uchi bilan so'rag'uchining bilimi qiyomatning vaqtini bilishdan ojiz kelishda tang kelib qoldi. Ular oxirat to'g'riliq gumondadir, ya'ni kofirlik holatidadir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: ular ya'ni jami xaloyiq sap-sap bo'lishib Robbiga to'g'rilanadi. Kofirlarga sizlar bizning oldimizga sizlarni dastlab qandoq yaratgan bo'lsak, shu holatda molsiz, bolasiz, yalang'och keldinglar. Balki sizlarga va'da qilingan chog'ni bekitmaydi deb o'ylagansizlar. Balki sizlarga va'da qilingan chog'ni bekitmaydi deb o'ylagansizlar. Ya'ni o'lgandan keyin terilish, hisob berish, jazoga tortilish yo'q deb o'ylagansizlar deymiz. Ya'ni sizlardan bo'lgan kofirlar. Shuningdek Alloh taolo bu yerda mundaq dedi: ular oxirat to'g'riliq gumondadir. Ya'ni qiyomatning bo'lishi va yuz berishida shak qilg'uvchilardir. Ular oxirat to'g'riliq ko'rdir. Ya'ni ular qiyomat haqida nihoyat bilimsiz va nodondir. Kafirlar, ya'ni qayta terilishni inkor qilguvchi Makka mushriklari aytdi: biz va bizning ota-bobolarimiz to'pi bo'lib ketgandan keyin qabrimizdan terilib cho'qim chiqarilamdiq. Haqiqatan bizga va ota-bobolarimizga ilgari qayta terilish va'da qilingan edi. Bu faqat burunqilarning qissalaridir. Sen bu kuffarlarga aytqin: zaminda sayr qilinglar. Gunohkorlar, ya'ni payg'ambarlarni inkor qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. Ularni Alloh halok qilmadimi? Ilgiriki kuffarlarning beshiga kelgan kun keyingi kuffarlarning beshiga keladi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen ularning iymon etmaganligidan qayg'urmagan. Ularning hiyla mikridan iching pushmasin. Alloh seni ularning sharridan saqlaydi. Qayta terilishni yiroq sanash va uning berilgan raddiya to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo qayta terilishni inkor qilgan mushriklardan xabar berib, ularning jasadlar chirib ketgan, so'ngaklar tuproqqa aylanib ketgandan keyin ularni qayta terildirishni yiroq sanaganligini bayon qilib mundaq deydi: haqiqatan bizga va ota-bobolarimizga ilgari qayta terilish va'da qilingan edi. Ya'ni biz ota-bobolarimiz buni hamisha anglab kelyapmiz. Biroq uning amalga oshganligini ko'rmadik. Bu faqat burunqilarning qissallaridir. Ya'ni jasadlarni qayta terildirishdan iborat bu va'da burunqilarning qissallaridir. Bu qissani keyingilar burunqilardan va ularning kitoblaridan o'rganib olgan bo'lib, uning hech qanday asosi yo'q. Alloh taolo ularning kufrlik qilish va qayta terilishga ishonmasligidan iborat
Ular gumon qilgan narsaga javob berib mundaq dedi. Sen bu kuffarlarga aytqin. Ziminda sayr qilinglar. Günahkarlar, yani payg'ambarlarni inkor qiluvchilarning oqibatining qanday bo'lganligiga qaranglar. Yani ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ayni shularga aytqinki, ziminda sayr qilinglar. Payg'ambarlarning qiyomat va boshqa ishlar to'g'riliq payg'ambarlar elib kelgan dalil paketlarni yolg'on degichilarning oqibatining qanday bo'lganligiga, ularga Allohning halok qilg'uchi azobining qanday tushganligiga, ularning ichidan hurmatga sazovor payg'ambarlarni ularga ergashgan mu'minlarni qanday qutqazganligiga qaranglar. Ayni shular payg'ambar elib kelgan narsaning rost bo'lganligiga va to'g'ri bo'lganligiga pokitdir. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomga tasalli berib mundaq dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen ularning iymon etmaganligidan qayg'urmagin. Ya'ni sen elib kelgan narsani yolg'on degichilarga qayg'urmagin va hasrat chekmagin, ko'ngling yerim bo'lmasin. Ularning hiyla mikirdan iching pushmasin. Allah seni ularning sharridan saqlaydi. Ya'ni ularning sana hiyla mikir ishlatishiga, sen elib kelgan haqni inkor qilganligiga iching pushmasin. Allah haqiqatan sana kuch-quvvat ato qilguchidir, yordam berguchidir. Sening diningni sharq va g'arbdagi dinga xiloflik qilgan va uningga bo'ysunmagan kishilar ustidan g'olib qilguchidir. Ular agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, sizlar bizga va'da qilgan azob qachon tushidi deyishidir. Sizlar oldirab ketgan azobning bir qismi sizlarga yaqinlashgan bo'lishi mumkin degan. Bu Badr so'qishida ularning o'ltirilishi va asirga elinishidir. Rabbing insonlarga haqiqatan marhamatlidir, lekin ularning to'lisi Rabbiga shukr qilmaydi. Rabbing ularning dillarida yoshirganlarini va oshkor qilganlarini, ya'ni ularning payg'ambar alayhisalomga qarata adovatini va suiqasdini shak shubsiz biladi. Osmon zaminda lavhil mahfuzga yozilmagan hech sir yo'q, hech bir sir yo'q. Alloh taolo bu oyatlarda qiyomatning yuz berishini yiroq sanab, qiyomat kuni haqida savol so'ragan mushriklardan xabar berib mundaq deydi. Ular agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, sizlar bizga va'da qilgan azob qachon tushidi deyishidi. Alloh taolo ularga javob berib mundaq deydi. Sizlar oldirab ketgan azobning bir qismi sizlarga yaqinlashgan bo'lishi mumkin degan. Bu Badr so'qishida ularning o'ldirilishi va asirga elinishidir. İbn Abbas bu oyatning ma'nosini sizlar oldirab ketgan narsaning ba'zisi sizlarga yaqinlashgan bo'lishi mumkin deganlikdir deb tafsir qildi. Va shuningdek Mujahid, Zahhak, Ata Xurosoni va Suddi qatorliqlarmu yuqorqi o'xshash tafsir qildi. Allah Taala tövendeki ayetlerinde mu muşu ma'ni ko'z. Allah Taala'nın tövendeki ayetlerinde mu muşu ma'ni ko'z tutildi. U qachon bo'ladi deyishidi. Sen umidki u yaqinda bo'ladi degin. Ular sendan azobning tiz kelishini talab qiladi. Şek şübhisizki cehennem kıyamet günü kafirlarını korşap durgucudur. Allah Teala mındaq deydi. Rabbin insanlığa hakikaten merhametlidir. Yani ular özlerigi zulüm kılgan turuqluq, Allah ularga nimetlerini toluq berdi. Şundaq turuqluq o nimetler üçün Allah Teala'ga ularning ichidan faqat ozg'ina bir qism kishilarla shukr etdi. Rabbing ularning dillarida yoshirganlarini va oshkor qilganlarini, ya'ni ularning payg'ambar alayhisalom qarta adovatini va suiqasdini shak shubhasiz biladi. Ya'ni
Allah ularning ko'ngillardagi yo'shirin narsalarni xuddi oshkor narsalarni bilgandek biladi. Sizlarning ichinglardan yo'shirin so'z qilgan, oshkor so'z qilgan Allah hammani bilib turdi. Chunki u sirni ve onundan mahfirak ishlarni bilib turdi. Rastla ular kiyimleri bilen chumkilinib olganlarida Allah ularning yo'shirin ve oshkor ishlarini bilib turdi. Ondan Allah Teala osmonlardagi ve zimindagi g'aybni, yo'shirin narsalarni ko'ra oladigan, oshkora ve g'ayb narsalarni biladiganligidan xabar berdi. Sır yok. İbn Abbas bu ayetning ma'nosi haqida mundaq dedi. Allah bilmaydigan hech qanday narsa yo'q. Osmon ziminda lavhil mahfuzga yozilmagan hech bir sir yo'q. Allah Teala bu haqda mundaq dedi. Mundaq deydi. Bilmemsen ki Allah osmon zimindagi şeylarni bilib turdi. Bu hakikaten lavhil mahfuzda yozilgan. Bu yani bilish hakikaten Allah'a asan. Elhamdülillah. Yuqorida Sure Naml tafsiridan 75. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.